Menga ko'pdan ko'p savol keladi. Ko'zi atrofidagi mayda ajinlar bilan qanaqa qilib ishlash mumkin? Mana qaranglar, meni o'quvchim. Mana shu ko'z atrofidagi ajinlarini biza 10 kunda ketkizganmiz. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa qilib ketkizganmiz? Sizlarga o'rgataymi? Agar o'rgatishni xohlasanglar, like bosib yuboringlar. Endi boshladik. Buning uchun bizga juda ham oson uyda bor vositalar kerak. 1 krujka muzday suv, 1 krujka qaynoq suv va 4 ta qoshiq. Bu hammani uyida bor vosita. Uyingizda bor kremni mana qilib ko'z atrofiga suritib olinglar. Alo, qaynoq suvda turgan qoshiqlarni olamiz. Qoshiqlar issiq bo'lishi kerak, lekin jay yuzi kuydirib oladigan emas. Tekshirib olinglar. Keyin mana qilib spiral shaklda masaj qilib chiqamiz yuzimizni. Bunaqa masajlar borligini bilarmidinglar? Bilmaydigan bo'lsanglar, menga obuna bo'linglar. Menda shunaqa zo'r texnikalar bor. Xudo xolasa hammasi bilan sizlar bilan bo'lishaman. Endi bu qoshiqlarni issiq suvga qo'yamiz va sovuq suv ichidagi qoshiqlarni olamiz. Issiq va sovuq ta'sirida terimiz shunaqa oson, shunaqa tez yosharishi boshlaydi. Bilasizlarmi, odam yiqilib tushganda ham sovuq qo'yishadi-yu, shunda shishlarni oladi. Shu texnika shishlarni ham oladi, mayda ajinlardan ham qutulishga yordam beradi. Undan so'ng ko'zimizni bundoq qisib olamiz-da, qoshiq bilan mana qilib masaj qilib chiqamiz. Xuddi shuni ikkinchi tarafga ham qilamiz va tugatishdan oldin ikkala sovuq qoshig'imiz bilan ko'zni atrofini mana qilib silab chiqamiz. Qaranglar, men bitta tarafini silayman. Tepa tarafini silayman. Sizlar endi ikkalasini silab chiqasizlar. Keyin bundoq qilamiz. Va qarang, qanaqa ko'z ochildi. Agar sizlarga qoshiq bilan masaj qiziq bo'lsa, qoshiq deb yozinglar va men qoshiq temasini sizlarga ko'proq yoritib beraman. Bu videoni dugonalaringizga jo'natib yuborishni unutmang.